Hop, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yana bitta ishimiz, obyektimizga o'rnatib bo'ldik, xudo xolasa chiroyli tarzda. Hop, bitta egalariga ma'qul tushdi. Xudo xolasa kashtan firma akrillari doimiydek doskalarning usti 3.8 lik qalinligida. Hop, bunimizni manzili Marg'ilon, Farg'ona shahriga o'rnatib berdik. Chiroyli tarzda gazlari, vitichkalarini uyda egalari olib berdi. Sensorligidan olib qo'ygan ekan. Yaxshilar chiroyli holatda. Ishlashlari o'ta go'zal. Shilkalariga ham kepkalar ilib qo'yganmiz. Har doimgidek bonuslari. Mo'ykasi, sushilkasi, musor chereklari, qoshiq pardonlarigacha vakuumda o'chiy bo'lgan do'stlar. Bunimiz kashtan firma Turkiya bilan O'zbekiston savmesida ishlaydi. Eman materialdagi qalinligi 1.8 da bo'ladi. Hop, kromkalari ham birlik, ichki korpus qismi ham fasad qismi ham ancha qalinlangan. Hop, orqalariga granit kafel qilingan, yaxshisidan. Stalishnisaga moslab ranglarini chiroyli tarzda qo'yib berganmiz. Maksimal darajada sig'dirib patologiya doqib bering dedi. Chiroyli tarzda qilib berdik. Xo'p, buni summasiga keladigan bo'lsa, do'stlar, 1 metr tepa pasti hisoblanadi. 3.300.000 so'mdan qilib berdik. Hozir bunda gaz bilan vitichkani xonadon egalari olib berdi. Qolgan narsasini hammasini o'zimiz qilib keldik. Vodiygacha dastlabki uстановка besplatniy. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.